Avstraliya taratqullari Xitoy Kompartiyasining TikTok qatorliq shirkatlarga Sharq Turkistondagi kishilik huquq vaziyati va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi tashviqot uchun zo'r miqdorda pul to'laydiganligini o'tirg'a qo'ydi. Sodi gazeti Avstraliya pul muomala obzorida aytilishicha, Xitoy doiralari buning uchun tor cho'lponlari bilan ishlab chiqarish shirkatlari va ijtimoiy aloqa to'ri abonentlariga $620,000 to'lagan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy ta'tir tashviqot uchun mablag' solgan ba'zi shirkatlarning boshqaruvchilari Xitoy Birlik Shab ministrligining a'zolari yoki munosabatli kishilar ekan. Xitoyning Sharq Turkistonda elib borgan sistemalik irqiy qirg'inchilik va assimilyatsiya harakatlari dunyo jamoat fikrida kundan kunga to'nilishga boshladi. Uyg'ur faoliyatchisi Ansar Anvar 2022 yillik Qatar Dunyo Lo'nqisi futbol musobaqasida dunyoning diqqatini Uyg'ur irqiy qirg'inchilikka tortish uchun harakat qildi. O butun dunyo ko'rayotgan Dunyo Lo'nqisi futbol musobaqasi maydoniga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi to'xtatilsin degan ingliz shiori yozilgan plakatlik mayka bilan kirdi. Xabar qilinishicha, Xitoy davlat raisi Xi Jinpingning aeroplani Saudiya Arabiston havo tavalligiga kirgandan keyin urush aeroplanlari uning aeroplaniga hamroh bo'lgan. Rasmiy ziyorat uchun Saudiya Arabistonga kelgan Xi Jinping Podshoh Xolid xalqaro aerodromida kutib olingan. Xi Jinping davlati bilan Saudiya Arabiston o'rtasida strategik ishonch o'rnatilganligini aytgan. Ma'lum bo'lishicha, Xi 7-yildan 9-yilgacha bo'lgan rasmiy ziyorati jarayonida poytaxt Riyodda o'tkaziladigan Xitoy Arab davlatlari boshliqlar yig'ini va Xitoy Paris qo'ltig'i hamkorlik tashkiloti boshliqlar yig'iniga qatnashdi ekan. Bu vaqtda bayonot e'lon qilgan Sharq Turkiston madaniyat va uchur markazining raisi Abdujalil Qarqash, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi dunyoda kun sayin keng to'nilayotgan bir paytda bu zulmga sukut qilib kelayotgan Saudiya Arabistonning Xitoy davlat raisini hashamatli kutilishining bir nomus ish ekanligini ta'kidladi. Saudiya Arabiston va boshqa arab islom davlatlarining musulmon bo'lish sifati bilan majburiyatini ado qilishni xotirlatayotgan Abdujalil apandi, arab va islom dunyosi, turk dunyosi Uyg'urlar uchrayotgan bu irqiy qirg'inchilikka qarshi harakatga o'tish kerak dedi. Yevropa ittifoqi Xitoyning Litvada savdo cheklimiz qo'yishi va Yevropa shirkatlarining yuqori texnikalik mahsulotlarining patentini qo'g'dashga to'sqinlik qilganligi sababli Dunyo savdo tashkilotiga Xitoy ustidan 2 arz sundi. Xitoy Yaponiyaning 5 yillik mudofaa xamchotini 50% dan ko'proq oshirish planini xatarli taraqqiyot deb baholadi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mao'ning kundalik muxbirlarni kutilish yig'inida Tokioning mudofaa chiqimining o'sishini Osiyodagi qo'shnilar va xalqaro jamiyatning andishi bilan ko'zlayotganligini aytdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Tayvanga $428 million harbiy ashyo setishni tasdiqladi. Amerika parlamentiga avatilgan uqtirishda Tayvanga qurol sistemasining zapas zapchaslarini o'z ichiga olgan ayrim $330 million va $98 million qimmatidagi F-16 va C-130 tipli aeroplanlar sotiladiganligini o'tirg'a qo'ygan.